Assalomu alaykum aziz ayollar. Men akушер-ginekolog shifokor Feruza Nimatjanova. Sizlar bilan bugun eng qiziq mavzulardan biri nega homilador bo'la olmayapman degan savolga javob beramiz. Bu mavzu internet tarmoqlarida eng ko'p qidiriladigan mavzulardan biri. Bu degani, bu mavzu ayollarimiz ichida eng ko'p muammoga sabab bo'layotgan mavzu. Hozirgi kundagi ana shu o'zingiz biladigan ozuqalarimiz, ekologiya, stresslar, rejimlarimizning buzilib ketganligi, bularning barchasi ayollarda ham, erkaklarda ham bepushtlik muammosining ortib ketishiga sabab bo'layotgan holatlar hisoblanadi. Nima uchun ayollarimizda homiladorlik kechikadi? Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Eng birinchi sabablardan biri noto'g'ri intim hayotda yashash. Ayollarimiz ovulyatsiya kunini kutishadi va ovulyatsiya bo'ldi deb ana shu kunlari faqatgina turmush o'rtog'i bilan yaqinlik qiladigan ayollarimiz bor. Yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i chet elda ishlagani ketgan nimadir holat, muntazam jinsiy hayotda yashamasdan turib, bizni to'yimizga 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, menda homiladorlik kuzatilmayapti degan savollar bilan kelishadi. Aslida esa erkak va ayol turmush qurgandan so'ng 1 yil ichida muntazam jinsiy yaqinlikda yashagandan so'ng agar homiladorlik kuzatilmasa, bu bepushtlik degan diagnoz hisoblanadi. Lekin agar ular muntazam jinsiy hayotda yashamagan bo'lsalar, bunaqa diagnoz qo'yish sal xato bo'lib qoladi. Lekin hozirgi kundagi ana shu muammolar ko'payib ketganligini, bepushtlikning darajasi ko'payib ketganligini hisobga olgan holda, agar ayolning yoshi 35 yoshdan katta bo'lsa, 6 oy muddat davomida homiladorlik kuzatilmasa, shifokorga borish kerak, vaqtdan yutqazish kerak emas. Yoki ayolimiz aytaylik, oldindan hayz sikli buzilib kelgan, o'zi biladi, muammosi bor gormonalli. Shunaqa holatda bo'lsa ham 1 yil kutib yurish xato qizlar. Agar sizda gormonlaringizda buzilish bo'lgan, ortiqcha vazningiz bor, hayz siklingizda buzilishlar bo'lsa, 1 yil o'tsin, keyin shifokorga boraman degan xatoni qilmang va unda ham shifokorga borishingiz kerak. Undan keyingi muammo esa agar turmush o'rtog'ingizda ortiqcha vazn bo'lsa, turmush o'rtoq bilan intim yaqinlik paytida qanaqadir muammolar bo'lsa ham 1 yil kutishimiz kerak emas. Unda ham albatta 6 oydan keyin ginekolog shifokor qabuliga borishingiz kerak bo'ladi. Mana shu aynan intim hayotdagi to'g'ri munosabatlarning qo'yilmaganligi ham ko'pincha bepushtlik deb o'ylashadi qizlar. Bizda qizlarimiz bor va genizm bilan kelishadi. Ya'ni ular turmush o'rtog'i bilan yaqinlik qilisha olmaydi. Muammosi bo'ladi, ruhiy muammo hisoblanadi. Bu aslida va lekin ana shunday ham muntazam jinsiy hayotda yashamaydi-da, ota-onalari olib keladi. Ota-onalarning hattoki xabari bo'lmaydi. Bularda 1 yildan beri, 2 yildan beri farzand bo'lmayapti deyshadi. Er-xotin bilan alohida gaplashganimizda ular muntazam jinsiy hayotda yashamagan. Ayolda vaginizm bor, 1 oyda 1 marta yoki umuman yotmagan eri bilan mana shunaqangi holatlarni ko'ramiz. Bu eng katta sabablardan bittasi, demak, muntazam jinsiy hayot bo'lishligi homiladorlik bo'lishida juda katta sabab rol o'ynaydigan holatdan bittasi. Homilador bo'la olmayotgan qizlarimizning eng katta xatolaridan ikkinchisi bu haddan ortiq homilador bo'lishni kutish va stress. Sababi agar biz qanchalik homilador bo'lishimizni ko'p kutadigan bo'lsak, kortizol miqdori qonda har doim surunkali baland bo'ladi. Biz depressiyadamiz, chuqur qayg'udamiz, o'ylayapmiz, farzand kelishini kutyapmiz va biz qancha chuqur qayg'uda bo'lsak, bizda kortizol har doim qonda surunkali baland bo'lsa, bu degani qonda FSH va LG ni munosabati buziladi. Bu degani ovulyatsiya bo'lmaydi degani. Ovulyatsiya bo'lmasligi bu hayz siklini kechikishi yoki bo'lmasam homilador bo'lmaslik degani. Shuning uchun ham albatta stressni biz nazoratga olishimiz kerak. Endi buni qanaqa nazoratga olsa bo'ladi? Buni qanaqa boshqarish mumkin? Agar sizga hozir bir ikkita life hack o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, lekin agar siz bu narsani uddalay olmasangiz, albatta psixologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz homiladorlikni juda ham xohlab, tunu kun o'ylasangiz, agar siz qaynonangiz bilan yashasangiz, sal qiyinroq bo'lishi mumkin sizga. Yoki bo'lmasa mahallada yashasangiz, tanish bilishlar bilan har kuni gaplashsangiz, agar sal sizga bu muammo bo'lishi mumkin. Lekin alohida turmush o'rtoq bilan boshqa shaharga ko'chib ketgan juftliklarga bu sal osonroq bo'ladi, chunki hech kimni tanimaydi. Va ulardagi muammo telefon orqali so'rashganda faqat ularda kortizol ko'tariladi, hammada har xil holat. Lekin o'sha holatingizdan kelib chiqqan holda aytmoqchiman, agar siz har doim bu haqda o'ylaydigan bo'lsangiz, miyada dominanta o'choq paydo bo'ladi. Har doimda mana shu narsani o'ylaydigan. Siz qachon neokorteksni o'chirganingizda, neokorteks bu bosh miyaning yuqorgi qavati, bizni fikrlaydigan qavatimiz. Ana shu joyimiz qanchalik tinch bo'lsa, miyaning osti qavatlaridagi gormonlar normal holatda ishlab chiqishni boshlaydi. Bu qancha qo'zg'algan holatda bo'lsa, bu gormonlar shunchalik tormozlanib, noto'g'ri ishlashni boshlaydi.
O'zida gormonlarimiz ikki xil siklda chiqadi. Shunaqangi sirkadiy ritmlar bor, sirxoraliy ritmlar bor. Bular ya'ni qani kunning qaysidir qismlariga bog'liq holatda chiqadigan gormonlarimiz bor yoki har doim muntazam chiqadigan gormonlarimiz bor. Qanaqadir reaksiyalar ta'sirida chiqadigan gormonlar bor. Bu juda ham murakkab mexanizm va Alloh taolo tomonidan shunaqangi murakkab qilingan inson sistemamiz, tana sistemamiz shunaqa tuzilgan. Va agar biz qancha mana bu fikrlovchi qavatimiz neokorteks qo'zg'algan holatda, o'ylangan holat, asabiy holatda bo'lsa, mana bu pastki tarafda hech qachon balansda, garmoniyada zo'r ishlamaydi. Buni biz qancha o'chiradigan bo'lsak, bu narsa keyin normada ishlab ketadi. Bizga bu paytda meditatsiyalar, sport juda ham yaxshi yordam beradi yoki bo'lmasam ibodatlar yordam beradi. Masalan, meditatsiyalarni o'ylash mumkin, dinimizda mumkin emas. Albatta men aytmoqchimanki, bu narsa niyatimizga qarab. Meditatsiya qanaqa? Biz o'zimizni bir dindan chiqaradigan yoki qadriyatlarimizga qarshi bo'lgan meditatsiyalar emas. Meditatsiyalarni har xil maqsadda o'tkazish mumkin. Masalan, ana shu ba'zi bir nimalar bor-ku, masalan, ayrim bir meditatsiyalar bor, bo'shashish mashqlari bor. Muzika, chiroyli o'sha sokin musiqa, ma'lum bir ritmlar eshitiladi miyaga, ma'lum bir ritm asosidagi musiqa ta'sirida ma'lum bir so'zlar aytiladi. Men bo'shashyapman, men xotirjamman yoki men juda ham baxtliman degan ma'noda, chiroyliman, Allohning sevimlisiman. Mana shunaqangi har xil mazmundagi meditatsiyalar bor. Mana shunaqangi narsalarni eshitish bizda neokorteksni tinchlantiradi va bizni gormonlarimizni balansga kelishga yordam beradigan usullardan bittasi. Hozirgi undan oldin aytgan life hackim shunday iboratki, men o'zim 3 yil farzandli bo'la olmaganman va qachonki men o'ylamasdan mana shu narsani o'sha o'ylashni boshlaysiz-ku, endi bu nima bo'ladi, endi ajrashib ketamanmi? Bizda endi menda aybda turmush o'rtog'imiz aybi yo'q, u farzandli bo'lishi kerak, ayollarimizdan u pozitsiyalar paydo bo'ladi-ku. Yo bo'ldi, turmush o'rtog'im siqilyapti, u uylanishi kerak degan holatlar paydo bo'ladi qizlarimiz ichida, o'zini aybdor his qilishni boshlashadi. Ana shunaqangi paytlarda aytmoqchiman, qizlar, hamma narsani o'zini vaqti bor, o'zini soati bor. Bilasizlar, bitta barg ruxsatsiz tushmaydi. Siz ham o'z vaqtingizda tug'ildingiz. Turmush o'rtog'ingiz o'zini vaqtida tug'ildi. Sizni farzandingiz ham o'zini tug'ilish vaqti soati belgilab qo'yilgan. Siz qancha shoshilasizmi, asabiylashasizmi, stress qilasizmi, o'zingizni o'qqa cho'qurasizmi, farqi yo'q, uni vaqti soati bor. Ana shunda bitta fikr kelgan xayolimga, farzandli bo'lmagan paytimda aytganman o'zimga. Allohim, farzandli bo'lsam ham, bo'lmasam ham men taqdirimga roziman. Agar xayrli bo'lsa, menga farzand ber. Meni shunaqangi inson qilib yaratganing uchun, meni inson qilib aziz qilib qo'yganing uchun, mana shunaqangi aziz kasbda yaratganing uchun shukronalik keltiraman. Siz qanaqa birovga foyda keltirasizmi, foyda keltirmaysizmi, farqi yo'q. Siz dunyodagi Allohning sevimli bandasisiz, eng go'zal bandasiz. Alloh aytadi-ku, insonni eng aziz qilib yaratdim deb. Mana shu so'zlar menga juda katta yordam bergan. Men taqdirimga roziman deganimda hech qancha vaqt o'tmaganda men homilador bo'lganman. Demoqchiman, bunaqa gap so'zlarni aytib o'tirish bilan o'zi bilan albatta siz homilador bo'lib qolasiz demoqchi emasman, qizlar. Bu narsalar bitta butun mexanizmda ishlaydi. Biz faqat tana emasmiz, biz ruhimiz bor. Biz bu narsani bilamiz. Biz ruhimiz Alloh tomonidan berilgan. Biz bu ruhimiz abadiy. Bu ruhimiz borligiga biz iymon keltirganmiz. Mana shu ruhimizdagi o'zgarishlar, ishonchsizlik, bu shaytondan, noumid shayton deyiladi. Ishonchsiz bo'lyapsizmi? Endi menda bo'lmas ekanman, shunaqangi holat kelyaptimi? Ishoning, siz Allohdan uzoqlashdingiz. Sizga shayton yaqinlashib vasvasa boshladi. Sizda ichingizda umidsizlik uyg'otishni boshladi. Mana shu paytda Allohim bergan taqdiringga roziman deyishni boshlang. O'zini vaqti soati bilan menga xayrlisini berganing, sizga Alloh eng go'zal tarzda beradi. Hozir alhamdulillah o'zimning 3 ta o'g'lim bor va ular 2,5-3 yosh farqi bilan tug'ilgan va ular hech qanaqa ortiqcha aralashuvlarsiz dunyoga kelgan. Ortiqcha aralashuvlarsiz homilador bo'lganman va alhamdulillah hammasi sog'lom, hammasi bir-biridan aqlli, chiroyli bolachalarim. Alhamdulillah, demoqchimanki, har bitta sabri ortida chiroyli meva bo'ladi, shirin bo'ladi. Ana shu Allohdan eng go'zalini, eng chiroylisini so'rash o'rganinglar qizlar. Bu narsa tibbiyotdan uzoq bo'lishiga qaramasdan bu juda ham muhim narsa biz uchun. Va albatta har doim bepushtlik bilan kurashayotgan juftliklarga aytaman, eng ko'p istig'for ayting. Bu narsa ana shu dinimizda keltirilgan, eng ko'p istig'for aytish, ana shu holatimizga rozi bo'lishimiz. Ana shu noumid holatimiz uchun istig'for etamiz yoki o'tgan gunohlarimiz, kimnidir qilib qo'ygan ayblari uchun biz javobgar bo'lib qolmaslik uchun istig'for etamiz.
Bu narsa dinimizda aytilgan. Ana shu bu haqda hadislar bor, bitta qarab ko'ringlar va ana shu barcha narsaning davosi deb istig'for deyilgan. Shuning uchun men albatta bemorlarimga eko bilan tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lsa ham, inseminatsiya bo'lsa ham, stimulyatsiya bo'lsa ham oddiy albatta ko'pgina istig'for etishni, yurgan turgan joyda Allohga shukronalik aytishni xohlayman. Buni agar tibbiy tarafdan tushuntiradigan bo'lsam, siz istig'for etasiz, xayolingizda shukronalikda bo'lasiz. Sizda ana shu neokorteks o'chishi boshlaydi va sizda baxt gormonlari, sizda haqiqiy gormonlar ishlashi boshlaydi va biz bergan dorilar o'zini joyiga borib taqsimlanib, joyiga yetib borishi boshlaydi. Shuning uchun bu narsaga albatta ahamiyatli bo'linglar qizlar. Keyingi eng katta xatolardan biri bu faqatgina ayolni tekshirish. Hozirgi kunda avvallari to'g'ri bo'lgan bundan 20-30 yil oldin ayollik bepushligi ko'proq bo'lgan erkaklarga nisbatan. Masalan, hozirgi kunda ham xuddi shunaqa. 40% ayollik bepushligi diagnoz qo'yiladi, statistika bo'yicha 40% erkaklik bepushligi qo'yiladi va 10% besabab bepushtlik degan diagnozimiz bor. Mana shunaqangi diagnostika qilganimizda 10% besabab bepushtlik hisoblanadi. Mana shu 40 ga 40 degani bu tenglashdi degani. Erkaklik tomonidan ham, ayollik tomonidan ham diagnoz qo'yganimizda masalan har ikkita juftlikni bittasida ayolda muammo, bittasida erkakda muammo va yana 10% da ham erkakda ham ayolda muammo aniqlanadi. Shuning uchun ham bepushtlik diagnozi agar qo'yilgan bo'lsa yoki farzandli bo'lishingiz kechikayotgan bo'lsa, faqat siz emas, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Hozir yana bitta o'zimni boshimdan o'tgan holatdan bittasini aytaman. Qizlar, agarda sizda bepushtlik bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda hozir aytganimdek ruhan tayyorlaning, keyin moliyaviy tarafdan tayyorgarlik ko'ring. Sababi bilasiz, analiz, tahlillar, tekshiruvlar hech qaysinisi arzon turmaydi. Hammasi hozirgi kunda tibbiyotimiz sifatli tibbiyot haqida gap ketyapti. Sifatli tibbiyot arzon emas. O'zi hech narsa hozir yaxshi narsa arzon emas. Hamma yaxshi narsalar odatda qimmatroq bo'ladi. Gormonlarga ham yaxshi tekshiradigan joylarda qimmatroq bo'ladi. Oddiyroq usullar bilan tekshirilsa nisbatan arzonroq bo'lishi mumkin. Ana shu sifatli vrachdan konsultatsiya olish haqida va sifatli analizda tahlillarni topshirish o'ta muhim narsa. Agar siz ana shu pulingizni yig'ib borib turib, agar noto'g'ri tekshiruvlarga pulingizni sarflaydigan bo'lsangiz, noto'g'ri joyda bo'lib qoladigan bo'lsangiz, behudaga pulingiz va vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun aynan reproduktologga murojaat qiling. Reproduktolog bu aynan ko'payish sistemasi. Mana ginekologiyaning ham o'zining sohalari bor-da. Operativniy ginekologiya bor, akusherstvo bor, faqat tug'diradi. Reproduktologiya bor. Reproduktologiya bu faqatgina ko'payish sistemasi bilan ishlaydiganlar bor. Va bundan tashqari mana shunaqangi estetik ginekologiya bor. Shunaqangi bo'limlarga, kichkina bo'limchalarga bo'linib boryapti hozirgi bu sohani o'zi ham. Aynan reproduktologlar, bular eng tor mutaxassislar aynan mana shu bepushtlik sohasi bo'yicha. Ular eng yaxshi tushunadi gormonlarni, eng yaxshi tahlil qila oladi stimulyatsiya dorilarini. Shuning uchun oddiy ginekologda emas, aynan reproduktologda davolanishingizni tavsiya qilaman. Yana bitta muhim jihatlardan biri, hozirgi kunda integrativ meditsina avj olib kirib keldi. Butun dunyoda ishlatilyapti va O'zbekistonda ham integrativ meditsinaning roli juda ham oshib ketdi. Sababi nimaga? Chunki natija yaxshi bo'lyapti integrativ meditsinadan. Oddiygina insonlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish, sog'lom ovqatlanishga o'rgatish, defitsitlarni yopish, yetishmovchiliklarni to'g'rilash, oshqozonchi sistemasini to'g'rilash, ana shu organizmdagi holatlarni olib kelganda gormonlar o'zi balansga tushib, tabiiy homiladorliklar yuz berishni boshladi. Shuning uchun agar yana ham ustki qilib aytadigan bo'lsam, agar mana shu integrativ meditsina bilan birgalikda reproduktologiyani birgalikda qiladigan bo'lsak, natija yana ham yuqori bo'ladi homilador bo'lishingiz uchun. Aziz ayollar, agar sizda mana shu muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Sizga mana shu aytilgan har bitta yo'nalish bo'yicha yordam berishga tayyormiz. Bizning jamoamiz juda ham eng yaxshi mutaxassislardan tashkil topgan ayol mutaxassislar jamoasi va ayol salomatligi uchun hamma savollaringizga javob berishga ular tayyor. O'ylaymizki, sizga biz niyat qilamiz, eng xayrlisini, eng chiroyli, eng sog'lom farzandlarni dunyoga kelishingizga biz agar Alloh sabab chiqib qo'ysa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like-chalarni bosib qo'yinglar, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va yana qaysi mavzularda sizlarga videolar tayyorlaylik, shu haqda yozib qo'yinglar. Biz bu videolarni sizlarga taqdim qilamiz.